Nahorgi to'y oshining mazasini 300 grammda keltirib ko'rishga harakat qilamiz. Mehr hamda mahorat bilan tayyorlansa, oshning hajmi ahamiyatsiz. Qozonimizga dumbani solib, jizzaqa olganimizdan keyin piyozni solib, tilla rangi kelgandan keyin go'shtlarimizni solib, qizartirib olganimizdan keyin sabzilarimizni solib, suv solamiz. Sabzilarni tekislab olib, zira, tuz, ozgina zarchi va no'xatni solib, ustini yopib, zirvigimiz qaynab chiqishi bilan olovni past holatda yarim soat qaynatib olamiz. Yuvilgan no'xatlarimiz yarim soatda yumshab olib pishib olgandan keyin ustiga magizimizni sepib, yana yarim soat past olovda qaynatamiz. Zirvigimiz yetarli miqdorda qaynab, shira tortib olgandan keyin kerak bo'lsa ozgina suv qo'yib, olovimizni tegini ko'tarib 1 soat oldin ivitib qo'ygan guruchlarimizni solamiz. Guruchni o'rtasini ozgina ochib qo'yib, qopqog'ini yopib, bitta qaynab chiqishi bilan olovni past holatda 20 minutga dimlab qo'yamiz. Bir maromda parlamagan guruchlarimizni qozonning yarim tomoniga o'tkazib, ustiga ozgina tuz berib, keyin qolgan guruchlarimizni qozonimizning narigi tomoniga o'tkazib aylantirib olamiz. Guruchimizga suv yetarli miqdorda bo'lgani uchun boshqa suv qo'shmadik. Gumbaz holatiga keltirib, ustini yopib, par chiqishi bilan olovni past holatda yana 20 minutga dimlab qo'yamiz. Oshimiz 300 gramm bo'lishiga qaramasdan, guruchlarimizni holatiga, go'shtlarimizni mayinligiga hamda oshimizni rangiga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Bu videoni kichkina oila bo'lib, uyda kam osh qilishga qiynaladigan do'stlaringizga yuborib qo'ysangiz, bemalol endi nahorgi oshdagi mazali qilib osh tayyorlasha oladi. Rejani qizartirib obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham qiziqarli va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishga harakat qilamiz. To'liq retsept video ostida yozib qoldirdik. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.